Assalomu alaykum. Qadrli kuzatuvchilar, mana 2026-yil birinchi hosilimizda 3-kunidamiz. Karnika zoti mansub asalarilarimizdan asallarni olyapmiz. Arilar yuvosh. Mana oxirgi ishlagan romkalari mana shularni ko'ryapsizlar. Qanday ishlab tashlagan. Taxtadan taxtagacha to'qigan cho'tki qilib. Uch kundan beri asal olyapmiz. Xudo xolasa hali tugatalganimiz yo'q. Mana arisi. Oppoq qilib romkalarni ham to'qib. Bu uyalar boshqa uyalarga rasplotdan ham yordam qilgan uyalarda bular. Xudo xolasa avgust oxiri sentyabr boshigacha yana bitta kachka qilamiz. Mana ona arisi. Mana asallar oqib ketyapti. Kelaverasizlar. Hammaga shunaqa asal olishlar nasib qilsin. Bitta uyasi bo'larmi? Mingta uyasi bo'larmi? Hammasiga hammalariga omad. 4-romkasi. Shunaqa oilalardan bahorda paketlar onarini o'zi bo'ladimi? Kimga kerak bo'lsa zakaz olaveramiz. Ustilarigacha chiqarib to'qigan. Rasplot uyasi qoladi. Ikkalasi rasplotli ekan. Shu chetda qora romkalarni ko'ryapsizlar. Aytib o'tganmiz-ku, o'rtada oq romka, chetlarda qora romka. Sog' bo'lasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, izohlarda o'z fikrlaringizni, ijobiy va salbiy fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Hammalaringizga rahmat.